Lekin do'stlar, mana xudo xolasa bugundan Nimba degan giloslarimizni uzyapmiz. $10 xudo xolasa ketyapti eksportga. Nimba ko'p do'stlar hosilini buni yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'ying. Mana birorta qo'shalari yo'q mana. Hammasi yirik gilos do'stlar. Mana 3 marta 4 marta tishlab yegan giloslardan bittasi Nimba do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi ham juda shirin. Xudo xolasa bugundan mana uzyapmiz. Kimga buni ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, Farg'onali bog'bon kanalidan bemalol sotib olasizlar. Mana ularni ko'rsatib qo'ying mana. Hosildorligiga qaranglar. Mana do'stlar. Mana shu ham mana 34 kalibrda. Bu yanacha tursa 36 ga chiqadi mana shu. Juda yirik, mazasi shirin. Xitoydagi gilosdan mana yaxshi o'zimizda bo'layotgan giloslar Nimba hisoblanadi. Sog' bo'lasizlar. Biz kuzatishda davom etinglar. Like'lar bossangiz, gilosga qiziqqan tanishlarga videoni jo'natamiz.